Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Allah qalbini islomga ichayotgan kishilarning qalbi iymon nuri bilan nurlangan, intayin pok va Allohga bog'langan bo'ladi. Qalb bilan Alloh orasidagi bog'lanishni uzib o'tadigan narsalar dillarni o'rab turayotgan kir dog'lardir. Shunlashqa musulmon qalbini kirlitib, uning Alloh bilan bo'lgan rishtasini uzib qo'yadigan cho'ng kichik qilmishlardan yiroq turish kerak. Qalbning pok bo'lishini xohlaydigan musulmon qalbini o'ltiradigan naqshi musiqalarni anglashdan, vaqtni isrof qiladigan tugumas filmlarni ko'rishdan, ijtimoiy taratqulardagi oyga chiqmas g'ayva shikoyat, behuda so'zlardan, yolg'on so'zlash, satgap qilish, nachar axloqlar va iymonga daz keltiradigan nomahramga qarashdan saqlanadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum, zalika azka lahum, innalloha xabirun bima yasnaun." Ey payg'ambar, mu'min erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qarmasin, iffatlarini saqlasin. Mushundaq qilish ular uchun eng poklikdir. Haqiqatan Alloh ularning qilayotgan ishlaridan to'liq xabardordir. Şeyh Saidi rahimahullah mundaq deydi: "Kimki ko'zini haromdan saqlasa, fosiqlarni maynatlashtirayotgan kirlardan pok qoladi. Haromga yaqinlashmaganligi uchun amallari poklanadi. Qandaq bir odam Alloh rizoligini ko'zlab bir ishdan yansa, Alloh uning o'rniga yaxshi bir ishni almashtirib beradi. Bugunkidek atrofimizni fitnalar qoplagan, fan texniklarning taraqqiyotiga ergishib, gunoh sodir qilish yo'llari osonlashib ketgan. Bir odamning har qachon har yerdan nomahramlar bilan uchrashib qilishi, qo'l telefonlari orqali aloqa qurish imkoniyati bo'lgan. G'ayva shikoyatlar odatdagi paranglarning o'rnini olgan. Omonatlar zoya qilinayotgan. Munosabatlarga soxtalik aralashib, shakilvozlik tusini olgan. Cho'ng gunohlarmi kichik saniladigan, hatto aybni sanalmaydigan holatlar musulmonlar orasida yamrab ketayotgan. Musulmon yoshlar bo'lsa bu patqoqlarga petib ketayotgan. Bu zamonlarda bizni dunyo oxiratlik ziyonga uchratadigan, qalbimizning pokligiga ta'sir yetkazib qo'yadigan kichikkina amaldanmi yiroq turishimiz kerak. Chunki qalbimizning go'zalligiga erishmay, uni kufrdan tozalab, iymon bilan bezmay turib, Allohning nusrati, uning g'albisiga asla noil bo'la olmaymiz. Alloh qalblarimizni barcha qalb kasalliklaridan tozalab, iymon nurlari bilan nurlantirsin. Rabbimizdan kelgandir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri, hammasi rahmat, Rahmonimiz rozi bo'lgan